aleyküm ahli gruppa. Shopir akalar, hozir eshitdiling, ko'rdiling. Yurgan mashina o'zimizda oddiy Gazel. Xullas, Shopir akalar soxonamizga Gazel olib qo'yganmiz. Nima xizmatlar qilindi bunga? Bunga razzatka mosladik. Hozir razzatka mosladik, yangilik qilib Gazelga razzatka mosladik mana hozir. Bu video faqat gazelchilarga emas. Qanaqa mashina bo'lsa, inomarka, Gazel, Hyundai, Kia, xullas barcha turdagi inomarkalar, yuk mashinalar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunday Kia servis. Yana yangilikni zo'ri bor. Hozir ko'rsataman. Yangilikni zo'ri bor. Bismillah. Ana bunga razzatka qo'yildi bu mashinaga. Motor holatlari, korobka holatlari, radiator, xullas hamma narsalari ishlov beriladi. O'sha o'zgartirish kiritiladimi yoki ta'mirlanadimi, xullas hamma ishlar qilinaveradi. Bu Gazelni olib qo'yganmiz. Bunga nima ishlar qilingan? O'shalarni hozirlarga bir qator sanab ko'rsataman. Gazelga razzatka mosladik. Motori almashgan, motor o'zgargan, yangi motor qo'yilgan. Mana 207 benzin Kia Carnival'ning motori, 207 lik va V6 6 portionli. Shuni yurgizaveraman. Hech narsa bosmaydi. Bismillah. Tahometr holatlari. Xo'p, motor moslandi. Xo'p, podushka yasalgan motorga. Mana podushka, vozdukhlari moslangan. Mana u. Xo'p, bu yoqda kardan yasalgan ichkarida. Tayda keyin gulishtir moslangan. Bu yerda radiator ham o'zgarib ketgan. Radiator ham boshqa radiator qo'yilgan bunga. Oldin ham hozir ishlash holatini ko'rsatib beraman motorlar. Motor kattaligi hisobiga boshqa radiator ham moslangan. Xo'p, yana nimalar bor? Hyundai Starex razzatka korobkasini mana bugun yangilik qilib qo'yishdi ustalar. Razzatka mana. Bu to'ttalik razzatkasi, to'ttalik. Buni oldi topmaydi-yu, uzib qo'yilgan oldiniki. Razzatka qilib moslab qo'yildi, yurgizib ko'rdik. Yurishi yaxshi. Hozir yurish holatlarini, taxometrlarni ham ko'rsataman. Taxometr holatlari. Oldin ham hozir ishlash holatini ko'rsatib beraman motorlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunday Kia servis.